Assalomu alaykum. Barakali Chorva kanalining ashaddiy obunachilari hamda aziz mehmonlar, aka-ukalar. Kanalni yangi ochdik. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab, like bosib, podelitsa bo'lib tursak, obuna bo'lib, duoda bo'lib tursalar, xudo xolasa shunday chiroyli, puli arzon, yemini yeb turgan joyidan xudo xolasa siz aziz obunachilar uchun chiqarishda harakat qilamiz xudo xolasa. Aka-ukalar, opa-singillar, xudo xolasa Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha mashhur arzonchilar, optimchilar yig'ilgan Saroy qishlog'i. Xudo xolasa trenddagi Saroy qishlog'ida mana video obzorlarimizni olyapmiz. Xudo xolasa mana bu yerda yemini yeb turgan 12 oylik, bo'ylari 80 plus minus atrofidagi qo'zi-qo'chqorlarni xudo xolasa siz aziz obunachilar uchun video qilyapmiz. Kimga qiziq bo'lsa like bosib, qo'llab-quvvatlab, xudo xolasa duoda bo'lib turinglar. Shunday chiroyli go'zallaridan, xudo xolasa puli yengillaridan chiqarishda davom etamiz. Xudo xolasa akalar, buni uzun soni 18 bosh ekan. Yemini yeb turgan, 3-4 oydan beri yemini yeb turgan. Bo'ylari 80 plus minus. Yosh oylik 12 oylik atrofida ekan. 12 oylikka olinaverar ekan, xudo xolasa tish buzishga yaqin. Kimga qiziq bo'lsa shunday videolar obuna bo'lib qo'yinglar, xudo xolasa birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Yelekanlari qo'chqor, tozalari. Mana bu yerda sal pul yengilroqlari bor ekan. Buni uzun soni 10 bosh ekan, bir pachka. Bular 8 oylik qo'zi-qo'chqorlar mana. Yemini yeb turgan joyidan xudo xolasa siz aziz obunachilar uchun video obzor qilyapmiz. Mana kallagi toza hammasini. Badani semiz, orqa bosh hammasiniki bor. Qo'chqorning zo'rlari. Bular yosh oyligi 8 oylik plus, bo'ylari 70 plus. Xo'p, uzun soni 10 bosh. Dastlabkilari xudo xolasa Samarqandgacha bepul yetkazib beriladi. Narxi 4.200.000 so'mdan ekan. Akalar, bu pul arzonlari 4.200.000 so'mdan yemini yeb turgan qo'chqorlar. Telefon qilaverasizlar, nomer qoldiramiz. Bemalol xudo xolasa savdosini qilib olaverasizlar. Mana bularda 5.200.000 so'mdan xudo xolasa xayrini qilib berishadi. Bemalol telefon qilib olaverasizlar akalar. Bemalol savdosini qilib, yaxshilab savdosini qilib olaverasizlar. Like bosib, qo'llab-quvvatlab duoda bo'lib turinglar. Xudo xolasa siz aziz obunachilar uchun bundan da chiroyli obzorlarni qilishda davom etamiz. Hammaga omad, salomat bo'linglar.